Aziz do'stlar, yana bir bora Xudo xolasa bugun mana bizani Doktor Hasan klinikasida har doimdek traditsiyaga aylangan qolaversa mana bizani farzandlarimiz deymiz majoziy ma'noda Doktor Hasan klinikasida yangilik. Mana Abdulloh deb ism qo'yishibdi. Biz juda ham xursandmiz. Sizlardan ham ko'ra ko'proq xursandmiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ketidan yaxshigina farzandlar bersin. Ularni rohatini rohatda har doim ko'rib beringlar. Solih farzand bo'lib, eliga, yurtga, dinga, ota-onasiga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin. Martabasi ulug' inson bo'lsin. Shu fursatdan foydalanib, bizani jamoamizga ham sizlar bilan tabriklayman. Mana bizani biz har doim aytamiz, mana shu bomb urayotgan paytimizda g'oliblik hissi. Mana shu bomb urishda bizda bir g'oliblik hissi, bizga bir motivatsiya beradi. Mana nima uchun biz o'qiyotganimiz, izlayotganimiz, nima uchun harakat qilayotganimiz va bu qolaversa bizani missiyamiz va maqsad bilan bog'liq holatga kechadi. O'shaning uchun mana shu endi sehrli tayoq bir majoziy ma'noda buni bir urib qo'yasizlar. Bu nima beradi? Mana oilalarda shukronalik hissi paydo beradi va qolaversa ketidan yana o'g'il qiz farzandli berishda bir motivatsiya beradi. Mana er xotinlarga, shu yoshlarimizga va albatta bizga nima beradi? Bizga kuch, motivatsiya beradi va bizni nima uchun ishlayotganimiz va kelajakda nima harakatda yurganimiz va buni qolaversa bardavom bo'lishga bizga bir motivatsiya beradi. Mana obunachilarimizga o'zingizning fikrlaringiz bo'lsa yoritib o'tasiz va keyin bomni bir urib qo'yamiz. Birinchidan kollektiv hammanglarga katta rahmat, sizga kattakon martabalar bundan ham ulug' bo'lsin. Shu klinikalar bundan-da kengayib, bundan-da ko'paysin. Shu farzandimizni 7 yil kutganmiz. Allohga avvalo shukrlar bo'lsin. Qolaversa sizlarga rahmat. Shu Allohning nimasi bilan sizlar sababchi bo'lib Xudo berganiga shukr. Hammanglarga kattakon rahmat. Omadinglar bersin, ishinglar rivojini bersin. Hamisha shunaqa chaqaloqlar tug'dirib yuringlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizning har doim bir shiorimiz bor. Sizning sog'lig'ingiz bizning baxtimiz. Bu bizning umumiy shiorimiz. O'shaning uchun har doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketidan yana o'g'il farzandlar berib, ana uyda voy bolang charchatvordi degan holatgacha bu yoqda kelajakda shu narsalar bo'lsin. Mana shu endi tayoqchani bir urib qo'yasizlar. Biz uchun bir motivatsiya bo'lish uchun. Qani Abdulloh qani bitta urib qo'yar. Mana o'sha bolamiz. Qani ketidan yana o'g'il Abdulloh sizga o'xshagan katta o'qituvchilar bo'lsin, akalariga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Har doim ilmli, bilimli, salohiyatli farzandlar bo'lsin. Ketidan yaxshigina o'g'il qizlar bersin. Ularni ota-onasi qanday orzu, havaslar bilan, niyatlar bilan kutishgan bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Kamida doktor, oliy ma'lumotli doktor bo'lsin. Tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat, kuninglar xayrli, barakotli o'tsin. Rahmat. Salomat bo'ling.